Yurtimizda suv sportini rivojlantirishga ham alohida e'tibor qaratilgan. Surxondaryo viloyatida jami 551 ta sport inshootlari mavjud bo'lsa, shulardan 8 tasi suzish havzalari hisoblanadi. Ularning barchasida yoshlarning muntazam mashg'ulot olib borishlari uchun munosib sharoitlar yaratilgan. Yurtimizda yoshlarning suv sport turlariga bo'lgan qiziqishi hamda suv sporti turlari ommaviyligini oshirish, bu orqali iqtidorli sportchilarni aniqlash, tanlash, ushbu sohada malakali mutaxassislar tayyorlash maqsadida tizimli ishlar yo'lga qo'yilgan. Bunda Prezidentimizning 2024-yil 4-noyabrdagi suv sport turlarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori dastur-amal vazifasini bajarmoqda. Respublikamizda, jumladan Surxondaryo viloyatida ham mana shunday suv sporti inshootlari qurilib, mavjudlari qayta rekonstruksiya qilinmoqda. Termiz shahrining Guliston mahallasida joylashgan ushbu suzish havzasi ham yaqinda ta'mirdan chiqqan bo'lib, bugungi kunda eng zamonaviy talablarga mos holda jihozlangan. Bu yerda sportning ikkita turi, ya'ni suzish va triatlon bo'yicha mashg'ulotlar olib boriladi. Sportchilarning muntazam shug'ullanishi uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Jumladan, havzaning harorati avtomatik tarzda nazorat qilinadi. Tozalash tizimi ham xalqaro standartlarga to'liq javob beradi. Sportchilar yosh toifalariga bo'lingan bo'lib, ular bilan tajribali murabbiylar ishlaydi. Tibbiy kuzatuv, dush va kiyinish xonalari hamda xavfsizlik xizmati mashg'ulotlarning samarali o'tishini ta'minlamoqda. Mashg'ulotlarda qatnashayotgan o'g'il-qizlar orasidan eng intiluvchan va iqtidorlilari saralab olinib, ular respublika va xalqaro miqyosdagi nufuzli musobaqalarga tayyorlab borilyapti. Ya'ni ushbu guruhdagi sportchilar uchun alohida mashg'ulotlar olib borilib, ularni suzishning turli yo'nalishlari bo'yicha o'z mahoratlarini oshirishlari malakali murabbiylar tomonidan nazoratga olingan. Umuman olganda, suv sporti bilan shug'ullanayotgan yoshlar galdagi musobaqalar oldidan qizg'in tayyorgarlik olib borishmoqda. Bu sizga yetkazmoqchi